Birinchi bo'lib o'tirdim. Udobniy ekan. Sideni narx to'lovga ham skidkalarimiz bor. Salonni o'ziga kelib his qilib ko'rish kerak ekan. Oldingi kabejga nisbatan shaybali bo'lgan. Namsiz pravis. Pravis. Endi tez tarafda davom ettiramiz. Kolonkamiz nechta joylashgan hozir? Menda qulay turibdi lekin. Sizga qulay turibdi? Juda ham tez drive qilib ko'ramiz. Tez drivedan oldin bu ham уже o'zgaribdi. Bu ham nech bilan tushishini ko'rsatib bera olasizmi? Albatta. Shuni richagi как samolyotga o'xshab richagi bu bo'lib to'lash imkoniyatlari ham bo'ladi. Nima deysiz? Hozirgi kunda yurtimiz ko'chalarida tobora ko'payayotgan Kia K5 video obzor qilgani Kia dilerlik markaziga tashrif buyurdik. Sizlarga bugun Kia K5 ichki dizaynlardan tortib, uni test drive qilib, sizlarga ma'lumot beramiz. Videomiz uchun bitta like bosib qo'yinglar, ichkariga tashrif buyuramiz. Marhamat, ketdik. Endi sizlar bilan birgalikda Kia K5 yoniga borib, uni obzor qilamiz. Obzorga bizga odam yordam beradi. Menejimiz assalomu alaykum aka, tumsiz, sog'lik yaxshimi, charchaysizmi? Yaxshimi aka? Kia keldik endi K5 ga. Bizning obunachilarimiz K5 ni juda ham ko'p so'rashdi. Buni test drive ham qilamiz. Uni ichki dizayndan tortib sifatlarigacha biz yoritib berishimiz kerak. Chunki bularning ichida obunachilarimiz xarid qilish niyatida ham bor. Kommentariyga juda ham so'rashyapti. Bitta qisqacha ma'lumot berib yuborasizmi? Akajon, hozir mashina bilan tanishtiraman. Avtomobilingiz o'zi 8 ta pozitsiyasi bo'ladi. 8 ta pozitsiyasi bor. Birinchi 5 ta pozitsiyasi 1.5 turbina motor bilan jihozlangan bo'ladi. 170 ta ot kuchi bo'ladi avtomobilda. Oxirgi 3 ta pozitsiyasi 2 litr turbina motor bilan jihozlangan bo'ladi. 240 ta ot kuchi bo'ladi. 240 ta. Turgan pozitsiyasi 6-chi pozitsiyasi bo'ladi avtomobilda. O'sha panorama tomlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bitta ko'rsataylik shuni. 18 diskga men o'tirib ko'rsangiz bo'ladi avtomobilda. Ko'rsatamiz. Biz bu yoqdan savol berib turaman obunachilarimizga. O'tiring akajon, ichkalarga. Hozir ko'ramiz. Bitta savolim bor. Xo'sh, bunga metan yoki propan qaysi birini qo'ysa bo'ladi? Shunda ham anaqa tavsiya berib ketsangiz. Xo'p, maslahatim akajon, желательно turbina motor bo'lgani uchun, sal qaysiroq bo'lgani uchun aka propan qo'ydirsangiz bo'ladi. Metan gaz motori bug'ib qo'yadi. Lekin qo'ysa bo'ladimi yo'q? Qo'ysa bo'ladi. Qo'ysa bo'ladi. Propan gaz qo'ydirsa bo'ladi. Xo'sh, lyukimizni deyarli panorama desa ham bo'ladi. Panorama top. Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga nasib qilsin. Bo'ladi. Albatta, yangilangan K5 уже shayba bo'ladi. Bo'ladi, переключениyalarda, multirullari bo'ladi. Multirullarida полоса удержания funksiyalari, cruise kontrollari, hamma funksiyalari bo'ladi akajon. Endi qaranglar, men bundan 1 yil, 2 yil oldin tanishim olgan, aynan shu servisdan salondan xarid qilganmiz, rostdan xarid qilganmiz, qop-qorasini xarid qilganmiz. Uni richagi как samolyotga o'xshab richagi bor, to'ppa-to'g'ri gap. Endi ko'ryapman, lekin bu ham endi restyling bo'lib, yangicha qilib shaybali qilib qo'yishdi. Bu ham juda ham katta qulaylikka ega ekan. Men bitta narsaga amin bo'laman, borgan sari mashinani, uni rasmini yoki u bukimlardan eshitib emas, buni salonni o'ziga kelib his qilib ko'rish kerak ekan. Ya'ni o'tirib ko'rish kerak ekan, test drive qilib ko'rish kerak ekan. Xo'sh, bu eko koja, to'g'rimi? Eko koja. Perforatsiya, to'ppa-to'g'ri. Abogreflari bo'ladi. Terlatmaydi, haqiqiy dizayn. Xo'sh, elektropaket sizdeniy, orqa podogref, eng zo'r joyi keling orqa qismida ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz, Bu pozitsiyalarda avtomobilingizda yana multimedia управление podlokotniklari bo'ladi. Orqa tomonida ham. Oldingisida bormidi, yo'qmi aka? Yo'q edi akajon. Esimda u ham yo'q. Bitta o'tirib ko'raman, qani. Bu ham o'sha haqiqatan bu ham o'sha o'zgaribdi. Bu ham juda ham udobstvoga juda ham katta e'tibor bo'ladi. Xo'sh, mana abogreflar yoqsa bo'ladi, panorama tomlari alohida tema. Bu mashinamizni lekin nima desa bo'ladi? K5 hozirgi kunda juda ham talab katta bo'lyapti. Ancha sotasizlar lekin, chunki bu sotishga arzigan mashina. Dizaynlar. Xo'sh, kolonkalar qanaqa kolonkalar turganida bunda? Kolonkalarimiz akustikalari JBL dan bo'ladi. JBL dan. Nechtacha bor hozir bunda salonimizda taxminan? Nechtacha? Kolonkamiz nechta joylashgan hozir? O'zi salondan eshiklarni hamma chap tomonida bo'ladi, akajon. Orqa qismida ham bo'ladi, bagaj qismi tomonida tepasida va albatta shu oldi qismlarida ham kolonkalari bo'ladi. Sumada 16 ta JBL akustiskiy 16 ta JBL. Shu diskamiz nechtalik hozir bu 18 diyor. 18 razmerli diska, то есть bu pozitsiyasida, то есть avtomobilni premium pozitsiyasida уже 19 razmerli diskalari ham bo'ladi, lepistokli. Bagajimiz necha litrli? 510 litr bo'ladi. 510 litr. 510 litr bagajimiz. Xo'sh, diskalarimiz 18. Mashinamizni hech qanaqa nima desa bo'ladi? Avtomobilda hamma kerakli funksiyalar bo'ladi. То есть komforti ham ichida juda ham ko'p. Komfort juda ham yetarli. Menimcha bundan ortig'i bo'lmasa kerak. Xo'sh. Xo'sh, ledlarimiz qanaqa bo'ladi bunda? То есть bunda optikasi proyeksionniy led fari deyiladi. Led fari. Linzali bo'ladi. Linza lupasi bo'ladi. Yorish uchun juda ham yaxshi chiqadi.
То есть reflektorga qaraganda proyeksionniy farani yorishcha ancha sifatliroq bo'ladi. Endi servislarga kelsa nima bo'ladi Xo'p, aka? avtomobilga okajon biza rasmiy dilerdan 5 yillik garantiya beramiz. 5 yillik. Motor, korobka qismlariga yoki 5 yil. 150 ming kilometr bor. Aha, 5 yil xohlasanglar, haydovchilarga ham garantiya beriladi okajon. xohlasanglar 5 yil, xohlasanglar 150 kilometr. Xuddi shunaqa. Menimcha o'zinglar baho berasizlar. Endi narx-navolarni qisman tanishtira olasizmi hozir? Avtomobil akajon 8 ta pozitsiyasi bilan iborat bo'ladi. Aytganimdek, birinchi pozitsiyasi 380 million so'mdan boshlanib, to 540 milliongacha boradi. 500 turgan pozitsiyasi o'sha aytganimdek 6-chi pozitsiyasi bo'ladi. 6-pozitsiya, aha. 500 million so'm turadi. Bularga naqd to'lovga ham skidkalarimiz bor va bo'lib to'lash imkoniyatlari ham bo'ladi. Nima deysiz? Bitta haydab ko'ramiz ham sразу akajon. Hozir test drive qilib ko'ramiz. Test drivedan oldin bittani ham bordi. Meni yonimda deyarli bu mashinani 30% puli bor bo'lsa, hozir shu mashinani qanchaga, necha yilga chiqarib bera olasizlar, shuni hisob-kitob qilsak bo'ladi. Okajon, xudo xolasa sizga avtomobilni 2,5 yilgacha 5% qilib bo'lib to'lash. Hozir nech bilan tushishini ko'rsatib bera olasizmi? Albatta. Shuni ko'rsatib bering. Hisoblab beraman. Ketdik hozir. Men sizlarga hech kim qilmagan ishni hozir hisoblattirib ko'rib beraman. Qani ko'raylikchi. Bitta like bosib qo'yinglar. Nasib qilsin. Keling akajon. Bu yoqdan kelamiz. Aha. Xo'sh, bu yoqda sizlarga servislarni a'lo darajada menejerlari chiroyli muomala bilan ko'rib turibsizlar. Hamma qulaylarni yaratib berishadi. Aynan shu mashinamizni 30%ni. Bir minut. Bemalol. Shunda mana shu pozitsiyasini tekshirib ko'raveramiz. Albatta. Aha, to'ppa-to'p. Minimal 30% bilan shunda 30 oygacha men sizga 5% qilib chiqarib berishim mumkin. Shunda taxminan yana sug'urtasidan farq qilishi mumkin. Aslida tank sug'urtasi bo'ladi majburiy oforming etapida. Shunda примерно mashinaga 12,5 ming dollar atrofida bersangiz shu 30%ni okajon, qolganini 5% qilib tam 30 oyda bo'lib berasiz. 30 oyda taxminan chiqaraverasiz summani. Taxminiy summasi? Taxminan summasi omad to'lov Oyga 11 million so'mdan tushadi. 11 million so'mdan tushadi. Bu 5% bo'ladi. 5% bo'ladi. Sizlarga qanaqa imkoniyat yaratib bersin Kia tomonidan? K5 kelish kerak, xarid qilish kerak. Endi sizlar bilan birgalikda test drive qilib ko'ramiz. Test drive uchun обязательно bizga menimcha prava kerak bo'ladi. Pravani topshiramiz. Hozir registratsiya qilib berib rasmiylashtirib berishadi. Ozgina kutib turamiz. Endi sizlar bilan birgalikda xo'sh, Kia K5ni bitta olib boraylik. Kia K5ni test drive qilib ko'ramiz. Test drive davomida ko'rasizlar. Bitta like bosib qo'yinglar. Bitta joylashgan hozir. O'zi salon test drive qilib ko'ramiz. Test drivedan oldin bittani ham bordi. Meni yonimda deyarli bu mashinani 30% puli bor bo'lsa, hozir shu mashinani qanchaga, necha yilga chiqarib bera olasizlar, shuni hisob-kitob qilsak bo'ladi. Okajon, xudo xolasa sizga avtomobilni 2,5 yilgacha 5% qilib bo'lib to'lash. Hozir nech bilan tushishini ko'rsatib bera olasizmi? Albatta. Shuni ko'rsatib bering. Hisoblab beraman. Ketdik hozir. Men sizlarga hech kim qilmagan ishni hozir hisoblattirib ko'rib beraman. Qani ko'raylikchi. Bitta like bosib qo'yinglar. Nasib qilsin. Keling akajon. Bu yoqdan kelamiz. Aha. Xo'sh, bu yoqda sizlarga servislarni a'lo darajada menejerlari chiroyli muomala bilan ko'rib turibsizlar. Hamma qulaylarni yaratib berishadi. Aynan shu mashinamizni 30%ni. Bir minut. Bemalol. Shunda mana shu pozitsiyasini tekshirib ko'raveramiz. Albatta. Aha, to'ppa-to'p. Minimal 30% bilan shunda 30 oygacha men sizga 5% qilib chiqarib berishim mumkin. Shunda taxminan yana sug'urtasidan farq qilishi mumkin. Aslida tank sug'urtasi bo'ladi majburiy oforming etapida. Shunda примерно mashinaga 12,5 ming dollar atrofida bersangiz shu 30%ni okajon, qolganini 5% qilib tam 30 oyda bo'lib berasiz. 30 oyda taxminan chiqaraverasiz summani. Taxminiy summasi? Taxminan summasi omad to'lov oyga 11 million so'mdan tushadi. 11 million so'mdan tushadi. Bu 5% bo'ladi. 5% bo'ladi. Sizlarga qanaqa imkoniyat yaratib bersin Kia tomonidan? K5 kelish kerak, xarid qilish kerak. Endi sizlar bilan birgalikda test drive qilib ko'ramiz. Test drive uchun обязательно bizga menimcha prava kerak bo'ladi. Pravani topshiramiz. Hozir registratsiya qilib berib rasmiylashtirib berishadi. Ozgina kutib turamiz. Endi sizlar bilan birgalikda xo'sh, Kia K5ni bitta olib boraylik. Kia K5ni test drive qilib ko'ramiz. Hozir test drive davomida ko'rasizlar. Bitta like bosib qo'yinglar. Mana registratsiyaga ham pravalarimizni berdik. Endi sizlar bilan o'sha maqtalayotgan eng yoqadigan mashinalardan bittasi K5ni test drive'ini hozir ko'ramiz.
Mana bu sizga одноразовый доверенность bo'ladi. 60 dan oshirmaysiz. И misol uchun DTP holatidan ehtiyotroq bo'lasiz. Momentga qo'l qo'yib olsangiz. Namsiz pravis. Pravis. Endi tez rafda davom ettiramiz. Ketib yuramiz. Hozirgi paytda shu orqadan o'rasiz. Biz mana shu kabelni bitta salonni olib qo'ying. Mana shunga like bosib qo'ying. Kommentariy fikrlarni yozib qoldiringlar. Eng muhimi, sizlar salonga kelib, mashinani ko'rib, ichiga o'tirib ko'rib, test drive qilib, o'zingizlar fikringizni bildirsanglar, u boshqacha bo'lar ekan. Endi sizlar bilan mana shu oppoqqina kabelni olamiz. O'tiring, aka. Aka, rahmat kattakon. Regulovkasini o'tkazib o'taman. Bu sidenkaniki oldi orqa qilasiz. Mana spinkaniki bo'ladi. Spinka bo'ladi. Menda qulay turibdi lekin. Sizga qulay turibdi. Juda ham qulay turibdi. Bakovoy bilan sentr zamokni bu yoqdan to'g'rilaverasiz. Xo'p bo'ladi. Mana shu o'rasizlar. Xavfsizlik kamarini обязательно taqamiz. Xavfsizlik kamarini taqadi. Oldingi kabeshga nisbatan hozir shaybali bo'libdi, aka? Da, oldingi kabeshga nisbatan shaybali bo'lgan. И motori atmosferniy emas, более мощныйroq turbo motor qilingan. Jo'raki. Zavod qilamiz. Zavod bo'ldi. Hozir bizda P da turibdi. Bakovoylarni o'zingiz uchun nastroyka qilib oling. Bakovoylar hammasi qulay turibdi. Cho'tki turibdi. Remen taqib oldingiz. Juda ham zo'r holatda. Bo'ldi. Sekin qo'zg'alib. Qayerga tomonga boshlaymiz? Necha kilometr yuramiz taxminiy? Taxminiy 4 kilometr yo 5 kilometr yuramiz. 4 kilometr, 5 kilometr. Sizdan o'ngga sekin ehtiyotroq yuraverasiz. Menejerlarimiz bizani ogohlantirib turadi, xavfsizlikni ta'minlash uchun. Hozir mashinani ko'ramiz, birgalikda boshqarib ko'ramiz. Bu nechchilik motorda ketamiz, aka? Biz hozir 2 turbo motorda ketamiz. 2 turbo motorda ketamiz. Lekin juda ham 40 ta ot kuchi, ya'ni 240 ta ot borda ichida. Hozir mashinani ketkizib olaylik, keyin chiqib ko'ramiz. Mana shu Cobotdan keyin adashmasam chiqsak bo'ladi. Hozir chiqamiz, bemalol bo'sh edi. Ruli juda ham yumshoq, yana. Da, elektrousillonli rul bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Sekin chiqaveramiz. Sekin chiqaveramiz. To'g'riga qarab ketaveramiz. Voy. O'zi boshqacha. Men har doim sizlarga tavsiya qilaman. Kelib, mashinani ichini ko'rib, o'zingiz dizaynlariga baho berib, ichlariga, salonlariga o'tirib, test drive qilib ko'rganinglardan keyin o'sha o'zingizlarning fikringizni bemalol bildirsanglar bo'ladi. Mashinamiz to'xtayapti. To'g'ri yuramiz. To'g'riga o'tiramiz, telefondan qarab yuramiz. Demak, to'g'riga o'tsak, mana shu tarafda turgan yaxshi ekan. Juda ham yumshoq, lekin ham yuramiz-ku yaminada. Yumshoq bo'lyapti. Aka, o'zingizning fikringiz nima shu K5 haqida? Именно K5 haqida, aka. Endi K5 haqida fikrim bo'ladigan bo'lsa, menga misol uchun yoqadi. Hammaga yoqadi, nafaqat nima taraflama? Ot kuchi ko'p. Malibu bilan solishtira olasiz bemalol. Oldingi K5larni solishtira olmassiz nimaga? Motori atmosferniy bo'lgan. Sal slabiyroq bo'lgan. Hozirgilarniki misol uchun bemalol solishtirsangiz bo'ladi. И komfort taraflama. 360 kameralari, slipoy zonalari misol uchun. Pamять sidenalari, hamma narsalari bor-da. Pechkalari ham ishlab ketdi, aka. Sensorli bo'lganligi uchun. Abduf, Abagrev 360 kamera, hamma narsasi bor. Hamma qulayliklari bor. Palasa ushiydi, datchik rullasi bor masalan. Palasadan chiqaman desangiz, joyiga palasasiga olib chiqib qo'yadi. Adaptivkasi bo'ladi masalan. Hammamizga nasib qilsin, lekin gazni nomiga bosaman mashina ketadi. Lekin juda ham qulay. O'zim bemalol tavsiya qila olaman. O'sha slipoy zona mana shu ishladimi? Da, slipoy zona ishladi. Bittada his qildim. Mana shu razvorot qursa ham bo'ladi. Mashtafordan sekin razvorot qilsak ham bo'ladi. Bo'ladi. Agar sal yuramansiz, yuramiz. Kelish kerak, test drive qilib ko'rish kerak. Test drive registratsiyamizga atiga 5 daqiqa ham ketmadi. Hozir qilib berdinglar-ku. Xuddi shunaqa. Kelishadi, test drive qilib ko'rishadi. Mashinani qanaqa xarakteristikasini o'zlari ko'rib ketishadi. To'ppa-to'g'ri. O'shanda hammasi ma'lum bo'lar ekan-a? To'ppa-to'g'ri. Bekor-bekorga shaharlarimizda K5 ko'payib kelgan, sababi juda ham qulay. Aytganingizdek, Malibu bilan bemalol solishtirishtirgur, o'sha shaybali hammasi qilib yengilanibdi, restayling bo'lib. Da. Innovatsion tarzda yengilangan. Bu ham qulaylikda. Da. Lekin gap bo'lishi mumkin emas. Fikringizni bildiringlar, kommentariyga fikringizni yozib qoldiringlar. Mendan именно K5 so'ramidinglar, mana sizlarga test drivegacha ham keldik. Yuklarimiz bor. Panorama polностью ochiladi. Mana masalan. Hammaga nasib qilsin.
kabishi endi shu ochib qo'ysa bo'ladi. panoramasi uchun ham qiziqishadi-yu buni. Aslida shu panoramasiga ishqiboz bo'ladi. Motor kuchiga. Da. Xo'sh, ehtiyot choramiz bor. Biroz bosib bitta razgon olib ko'ring. Ha, bitta razgon olib ko'r. Voy, yopishqonmiz. Mana bitta rejimlari ham bor masalan, xolos. Sport rejimi. Sport rejimi Hali o'tkazganimiz yo'q. Hali o'tkazganimiz yo'qmi bunda? Ya, endi o'tqiz. Yo, hozir kerak emas, bo'ldi. Menga yetadi shu. Mana kameradan o'tib qolsangiz, yana rivok qilib o'ngga chapga sekin, bundoq sintarab ko'ramiz. His ham qilmayapti bu. Boshqa mashina bo'lsa, ham bundoq qilib ketadi-ku. Da. Kameradan o'tdikmi? O'tdik. Rivok qilib ko'ring. Bosmasa ham bo'laveradi hozir. Hozir sразу Cobalt ketib olaman-da hozir. Nima deyapti? Kommentariy fikrlar yozib qoldiringlar. Даже bosim ham bo'lib ketdi. Odamda bor-ku, bosayotganda gazni. Gapirmang. 2 litrli turbo motor qilishganiki, Nechta rasxod qiladi hozir bu? 8 tadan 10 tagacha. 8 tadan 10 tagachami? 95 benzin. 95 benzin. Hozir qayerga yuramiz hozir? To'g'riga mostga qarab yuraveramiz. Most tagidan o'tib turib razor bosib kelamiz. Mashinani yurishi sizga qalay? Misol uchun Hamma rivok qilayotganini ko'rdingiz, rivok qilishini. Moshina birinchi bo'lib o'tirdim. Udobniy ekan. Sideni вообще udobniy. Juda ham udobniy ekan. Rullari, ha. Mana o'tirishga вообще juda ham qulay ekan. Bu birinchisi, eng asosiysi kerakligi bo'ladi-yu. Hozir bo'lsa, komfortlisda birinchi o'rinda turibdi. Bakovoylari ham уже qulay, juda ham qulay. Keyin menga razgomini aytsangiz, razgom aytolman-ku, ozgina ham. Hozir bosishni o'ziga qo'rqyapman-da. Yeta olamanmi? Ha, yeta olamanmi deb qo'rqyapman. Chunki kuchli motor ekan. Endi obunachilarimizga nima deymiz? Kelsa, ko'rishsa, test drive ko'rishsa, hozir biz haydab ko'rdik. Bor haqiqatni aytdik. Mashinani gaz bosyapmiz, oldiga qarab uchyapti. Endi kelib ko'rishadi o'zligisi. Kelib ko'rishsin, hozir har xil to'lovlarimiz bor masalan. Kelib ko'rib, nimaga qanaqa to'lovga olishmoqchi bo'lsa, 100% naqd to'lovga skidkalarimiz ham bor. Yaxshi bonuslarni qilib beramiz. Beriladi, sharoitlar bor. Xo'sh, yashil yong'oq. Adresda adashmasin, Kia Yakkasaroy. Bemalol kelaverishadi. Yakkasaroyga. Menejerlarga alohida rahmat. Chiroyli kutib olasizlar. O'zi Kia'ni atmosferasi ajoyib deganda, kelib eshikdan kirib kelasiz-ku. Birinchi martami deb savol berishar ekanda. Endi tushundim nimaga. Birinchi marta bo'lsa, hamma imkoniyatlarni boricha ko'rsatib, test drive'larga ham chorlab haydab ko'rishadi. Bitta haydab, voy. Men boshqa bosmayman, aka. Bosavering. Endi Premierni ham haydaganmiz. Premier haydaganmiz. U ham hazillangan mashina emas, tan olish kerak. Lekin bemalol solishtirsa bo'lar ekan. Даже kuchli taraflari ham bor ekan, men tan berdim. Qulaylik jihatdan. 360 Qilamiz zo'rda bu. Yumshoqlik, yumshoq, bemalol yuradi. Juda ham yumshoq. Oilaviy mashina desa ham bo'ladi. Sport kar desa ham bo'ladi. To'g'ri. Mashga kiramiz, a? Mashdan sekin kiramiz. Hammalarga tavsiya qilamiz, haq Kelinglar, test drive qilib ko'ringlar. Mana orqamacha chap tarafga burib, orqamacha zadniy bilan kirgizib qo'ysak bo'ladi. Kirgizib qo'yamiz, a? Ochib berishadimi? Ochib berishadi. Yoki o'zim ochib yuboraman. Sekin. Mashina olib kelib shaybani ko'rsatib turasiz. Mana qo'laylik. Oldin urib turardik-ku. Mana hozir bitta uramiz bo'ldi. Zadniga o'tdi. Kamera sizga yetsak, menimcha ogohlantirsak kerak. Yuring. Fikringlarni yozib qoldiringlar. Bemalol. Mana videoyimni boshida aytib o'tganimdek, kelinglar, birinchi bo'lib ko'ringlar, ichiga o'tirib ko'ringlar, test drive qilib ko'ringlar, keyin o'zingizlar fikringlarni bildiringlar. Aniq bu mashinani sotib olishga nima desa bo'ladi. Orqaga yuramiz, biroz chalg'inamiz. Bo'ldi dedilar, neytralkaga qo'yamiz, mashinani o'chiramiz. Endi nima desa bo'ladi? Parkovkani bosib qo'ydik. Bu mashina haqida prosta fikrim bomba. Kelinglar Kia'ga, mashinani test drive qilib ko'ringlar, xohlagan ko'jinglarni ushab ko'ringlar. Detallari, mana plastmassa detallari o'zi ko'jini kombinirованный qilingan. Mashinani kelinglar, ko'ringlar, xarid qilinglar. Kommentariyaga fikringlarni yozib qoldirib, bitta like bosinglar. Test drive registratsiyamizga atiga 5 daqiqa ham ketmadi. Hozir qilib berdinglar-ku. Shu xuddi shunaqa.
kelishadi, test drive qilib ko'rishadi. Mashinani qanaqa xarakteristikasini o'zlari ko'rib ketishadi. To'ppa-to'g'ri. O'shanda hammasi ma'lum bo'lar ekan-a. To'ppa-to'g'ri. Bekorga shaharlarimizda kabesh ko'paymayotgan ekan. Sababi juda ham qulay, aytganingizdek Malibu bilan bemalol solishtirishtirgur, o'sha shaybali hammasini qilib yengilanibdi, restayling bo'lib. Da. Innovatsion tarzda yangilangan. Bu ham qulaylikda. Da. Lekin gap bo'lishi mumkin emas. Fikringlarni bildiringlar, kommentariyga fikrlarni yozib qoldiringlar. Mendan именно kabesh so'ramidinglar, mana sizlarga test drivegacha ham keldik. Yuklarimiz bor. Panorama polностью ochiladi. Mana masalan, hammaga nasib qilsin. Kabeshi именно shu ochib qo'ysa bo'ladi. panoramasi uchun ham qiziqishadi-ku buni. Aslida shu panoramasiga ishqiboz bo'ladi. Motor kuchiga. Da. Xo'sh, ehtiyot choralarimiz bor. Biroz bosib bitta razgon olib ko'ring. Ha, bitta razgon olib ko'ring. Voy, yopishqonmiz. Mana bitta rejimlari ham bor masalan, xolos. Sport rejimi. Sport rejimi hali o'tkazganimiz yo'q. Hali o'tkazganimiz yo'qmi bunda? Ya, endi o'tqiz. Yo, hozir kerak emas, bo'ldi. Menga yetadi shu. Mana kameradan o'tib qolsangiz, yana rivok qilib o'ngga chapga sekin, bundoq sintarab ko'ramiz. Hissam qilmayapti bu. Boshqa mashina bo'lsa, bundoq qilib ketadi-ku. Da. Kameradan o'tdikmi? O'tdik. Rivok qilib qo'ying. Bosmasa ham bo'laveradi hozir. Hozir sразу Cobalt ketib olaman-da hozir. Nima deyapti? Kommentariy fikrlar yozib qoldiringlar. Даже bosim ham bo'lib ketdi. Odamda bor-ku, bosayotganda gazni. Gapirmang. 2 litrli turbo motor qilishganiki, Nechta rasxod qiladi hozir bu? 8 tadan 10 tagacha. 8 tadan 10 tagachami? 95 benzin. 95 benzin. Hozir qayerga yuramiz hozir? To'g'riga mostga qarab yuraveramiz. Most tagidan o'tib turib, razor bosib kelamiz. Mashinani yurishi sizga qalay? Misol uchun Hamma rivok qilayotganini ko'rdingiz, rivok qilishini. Mashina birinchi bo'lib o'tirdim. Udobniy ekan. Sideni вообще udobniy. Juda ham udobniy ekan. Rullari, ha. Mana o'tirishga вообще juda ham qulay ekan. Bu birinchisi, eng asosiysi kerakligi bo'ladi-yu. Hozir bo'lsa, komfortlisda birinchi o'rinda turibdi. Bakovoylari ham уже qulay, juda ham qulay. Keyin menga razgomini aytsangiz, razgom aytolman-ku, ozgina mana. Hozir bosishni o'ziga qo'rqyapman-da. Yeta olamanmi? Ha, yeta olamanmi deb qo'rqyapman. Chunki kuchli motor ekan. Endi obunachilarimizga nima deymiz? Kelsa, ko'rishsa, test drive ko'rishsa, hozir biz haydab ko'rdik. Bor haqiqatni aytdik. Mashinani gaz bosyapmiz, oldiga qarab uchyapti. Endi kelib ko'rishadi o'zligisi. Kelib ko'rishsin, hozir har xil to'lovlarimiz bor masalan. Kelib ko'rib, nimaga qanaqa to'lovga olishmoqchi bo'lsa, 100% naqd to'lovga skidkalarimiz ham bor. Yaxshi bonuslarni qilib beramiz. Beriladi, sharoitlar bor. Xo'sh, yashil yong'oq. Adresda adashmasin, Yakkasaroy. Bemalol kelaverishadi. Yakkasaroyga. Menejerlarga alohida rahmat. Chiroyli kutib olasizlar. O'zi Kia'ni atmosferasi ajoyib deganda, kelib eshikdan kirib kelasiz-ku. Birinchi martami deb savol berishar ekanda. Endi tushundim nimaga. Birinchi marta bo'lsa, hamma imkoniyatlarni boricha ko'rsatib, test drive'larga ham chorlab, haydab ko'rishadi. Bitta haydab, voy. Men boshqa bosmayman, aka. Bosavering. Endi Premierni ham haydaganmiz. Premier haydaganmiz. U ham hazillangan mashina emas, tan olish kerak. Lekin bemalol solishtirsa bo'lar ekan. Даже kuchli taraflari ham bor ekan, men tan berdim. Qulaylik jihatdan. 360 Qilamiz zo'rda ham. Yumshoqlik, yumshoq, bemalol yuradi. Juda ham yumshoq. Oilaviy mashina desa ham bo'ladi. Sport kar desa ham bo'ladi. To'g'ri. Mashga kiramiz, a? Mashdan sekin kiramiz. Hammalarga tavsiya qilamiz, qahva. Kelinglar, test drive qilib ko'ringlar. Mana orqamacha chap tarafga burib, orqamacha zadniy bilan kirgizib qo'ysak bo'ladi. Kirgizib qo'yamiz, a? Ochib berishadimi? Ochib berishadi. Yoki o'zim ochib yuboraman. Sekin. Mashga olib kelib shaybani ko'rsatib turasiz. Mana qo'laylik. Oldin urib turardik-ku. Mana hozir bitta uramiz bo'ldi. Zadniga o'tdi. Kamera sizga yetsak, menimcha ogohlantirsak kerak. Yuring. Fikringlarni yozib qoldiringlar. Bemalol. Mana videoyimni boshida aytib o'tganimdek, kelinglar, birinchi bo'lib ko'ringlar, ichiga o'tirib ko'ringlar, test drive qilib ko'ringlar.
keyin o'zingizlar fikringlarni bildiringlar. Aniq bu mashinani sotib olishga nima desa bo'ladi. Orqaga yuramiz, biroz chalg'inamiz. Bo'ldi dedilar, neytralkaga qo'yamiz, mashinani o'chiramiz. Endi nima desa bo'ladi? Parkovkani bosib qo'ydik. Bu mashina haqida prosta fikrim bomba. Kelinglar Kiyaga, mashinani test drive qilib ko'ringlar. Xohlagan kojinglarni ushab ko'ringlar. Detallari, mana plastmassa detallari o'zi kojini kombinirованный qilingan. Mashinani kelinglar, ko'ringlar, xarid qilinglar. Kommentariyaga fikringlarni yozib qoldirib, bitta like bosib qo'yinglar. Hammaga ko'pchilik maqtagan Kia K5 test drive qilib ko'rdik. Test driveimiz juda ham a'lo darajada o'tdi. Mashinamiz shunaqangi qo'zg'aldiki shahar ichida, chunki buni ichida 2 turbina motor turibdi. Mashinamizni sizlarga ham qiziqish paydo bo'lsa, kelib dilerlik markazidan ro'yxatdan o'tib test drive qilib, o'zingizlarga xohlagan uslubda xarid qilsanglar bo'ladi. Tavsiya qilib qolamiz, pastda havolan qoldiramiz, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.